Assalomu alaykum. Borini aytamiz tele loyihasi yana efirda. Biz Qibray tumanining noodatiy manziliga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum. Hozir ayni yoz mavsumi, kimdir dalalarda pishiqchilik, terimchilik ishlari bilan band, yana kimdir esa yozni, ta'tilni maroqli o'tkazishga harakat qilyapti. Muhimi ushbu manzil mana shu ikkita vazifani ham ko'ngildagidek bajara oladi. Albatta, Po'lat Qadam mahalla fuqarolar yig'inida ajoyib bir maskan tashkil etilgan. Bu yerda baliqchilik, bog'dorchilik, xizmat ko'rsatish sohalari uyg'unlashib turibdi. Xuddi Nargizaxon aytganlaridek, bugun ushbu maskanning faoliyati haqida sizga ma'lumotlar yetkazamiz. Qolaversa, Po'lat Qadam mahalla fuqarolar yig'inida qanday ishlar amalga oshirilyapti, e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir muammolarimiz ikkita ko'chani asfalt qilishimiz kerak. Nohotda daromad 20 million so'm olgan bo'lishi mumkin-da. Har bir narsa ham tez bo'lib ketavermaydi. Bir xillarni kasalligi to'g'ri kelmaydi. Bir kunda o'rtacha hisobda 250-300 ming pul topsa bo'ladi. Bolalikdan masalan ishlagan odamlarimizda tomorqada biz endi o'zimdan kelib chiqib mana shu xalq odamiman. 15 yil davomida undan foyda olsangiz bo'ladi. Har bir tumanning, har bir mahallaning o'ziga xos jihatlari bor. Ayniqsa Qibray tumanini tabiati so'limligi va u yerdagi oqar suvlar ko'pligi u tumanni alohida jihatlaridan sanaladi. Aynan biz Po'lat Qadam mahallasida shunday manzaraga guvoh bo'ldikki, xonadonga keldik. Mana bu yerda hovuzcha bor. Qolaversa, xonadon egalari parrandachilik bilan, shuningdek tikuvchilik bilan shug'ullanishadi. Aynan bu borada mahalladagi boshqa xonadonlarda ham mana shu kabi ishlar qilinganmi? Ma'lumotlarni berish uchun mahalla raisiga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Keling, ushbu savollarga javob berishdan avval umuman mahalla xususida ma'lumot bersangiz, nechta xonadon bor, qancha fuqarolar istiqomat qiladi? Mahallamizda 580 ta xonadonimiz bor. Ko'p qavatli uylarimiz yo'q. Hammasi xususiy xonadonlar. Ijtimoiy holati qanday mahallani? Mahallaning ijtimoiy holati bizga baribir shaharga yaqinligimiz bor. Shaharga yaqinlik bo'lgani uchun ish bilan ta'minlashda ham unaqa katta muammolarga uchramaymiz. Bizga sharoitlarimiz yaxshi bo'lgandan keyin migratsiya ham bitta dona odamimiz bor. Migratsiyada boshqa tashqarida ham ishlamaydi. Hammasi o'zimizda mahallada, mana shaharga chiqib ishlashadi. Bir nafar fuqaro migratsiyada nima bilan band? Muloqot qilib turasiz? Muloqot qilib turamiz. Ular bir uyda bir anaqa kampirga qaraydilar. Turkiyadalar ular. Boshqa migrantim yo'q umuman. Ikkita studentim bor edi. Ular bitirib kelishdi. Hozir o'zimizda respublikada o'zimizda ishlashyapti turli sohalarda. Mahallani mana ijtimoiy holati yaxshilanishiga infratuzilmani ham talabga javob berishi bog'liqda. Infratuzilma bilan muammolar bormi yoki buni holati qanday? Ichki yo'llarimiz uzunligini 11 kilometr tashkil qiladi. O'shandan 700 metr, 1 kilometr, 400 metr ichki yo'llar asfaltlashtirilgan edi. Hozirgi kunga kelib 5 kilometr 700 metr asfalt bo'ldi. Bundan tashqari 3 kilometr alohida suv tortildi. Gazlashtirish bo'yicha 70% dan ortig'ini 2 bosqichli gaz ta'minotiga o'tkazib olganmiz. Qishda ham unaqa katta muammolarimiz bo'lmadi. Hozir ichki ko'chalarni asfalt qildirish bo'yicha dastur bo'yicha 3 milliard pul, 3 kilometr suvga, 2,5 kilometr asfaltga ishlatildi. Open budjetda yutilgan mablag'lardan 1 milliard 200 ming so'm pul 2,5 kilometr asfaltga ishlatildi. Tegirmon navbati bilan maktabimizga 2 marta hadib bitta mahallaga o'ynayvermay, bir gal maktabga, bir gal mahallaga o'ynab, shunaqa. Endi hozir muammolarimiz ikkita ko'chani asfalt qilishimiz kerak. Mana avgustda bo'ladigan tashabbusli budjetga shu ikkita mahallalarni kiritish rejaga kiritib qo'yganmiz. Hozir shunga tayyorgarlik ishlari olib borilyapti. Odamlar orasida targ'ibot qilib, tushuntirish ishlari olib borilyapti. Lekin hozir mana shu o'zimizni qishlog'i olsak, oxirgi 3 ta tashabbusli budjetda maktabmidi, mahallamidi yutyapmiz har holda. O'zgarishlar bor. Endi bu shunaqa siyosat shunaqa bo'lgandan keyin odamlar ham o'zi endi tushunib, yutilgandan keyin bo'lyapti-da ish endi. Kechib yurgan odam o'zi asfaltda yuryapti, odamlar ishonib, masalan, harakat qilishyapti shunga. Ijtimoiy himoyaga muhtoj xonadonlarning soni qancha va aholi asosan nima bilan band? Men umumiy holatda gapirganimda, bizda asosiy driverimiz chorvachilik, dehqonchilik hisoblanadi. Chorvachilik, dehqonchilikdan hozir bir joylarda unumlilik kamayib, boshqa narsa bo'lgani uchun atirgulchilik ochdik. Bitta bir kontur bir mahsulot degan tamoyil bo'yicha ishlaganda
O'shanda hozir endi atirguvchilikka ham o'tkazmoqchimiz. U har bir narsa ham tez bo'lib ketavermaydi. Masalan, odamlarni ishontirish, yonidagilar bilan solishtirish bo'ladi. Lekin hozir asosiy anaqamiz drayverimizni olganda baribir chorvachilik. Sut mahsulotlarida bizda kooperatsiyalarimiz bor. U degani markazlashtirilgan holda sutlarni yig'ib, qayta ishlab, bozorga olib chiqadigan bizada yo'lga qo'yilgan. Bizada sut masalan hech qachon muammo, uni sotish nega deganda har kuni ertalab ketadi, Ishintaydan olib ketishadi ular. Muloqotimiz avvalidagi masalaga qaytamizda. Mana hozir ushbu xonadon bir so'lim manzaraga egada. Bu yerda parrandachilik, boya aytib o'tganimizdek tikuvchilik ham qolaversa, mana bu yerda baliq ham boqishar ekan. Hovuzda xonadonlar aslida tomorqasidan unumli foydalanish bo'yicha qanday natijaga erishgan, chorvachilikdan ortib o'z xonadonida poliz ekinlarimi yo qo'yinki bog'dorchilik bilan shug'ullanishadimi? Endi yer bor, foydalanishadi. Bolalikdan masalan ishlagan odamlarimizda tomorqada biz endi o'zimdan kelib chiqib, mana shu xalq odamiman. Uyimizda so'rimiz bor, uzumimiz bor. Tomorqaga ham shunaqa qarang, u qonda bor desam ham bo'ladimi? Shunaqada endi u agar o'tiribdimi, nimadir ekish kerak, undan foydalanish kerak degan fikr hammamizda bor. Shu uyda katta bo'lamiz, uyimizda ikkita mol bo'ladi. Ertalab turib o'tirib, solamiz unga. Tomorqani qarash degani bizada bu ertalab ishga bordim, kechqurun ishdan keldim degandek gapda u. Endi mahallani xavfsizligi masalasi bo'yicha ham muloqot qilsak. Mahallani xavfsizligi bo'yicha gapirganimizda hamma bir-birini taniydi. Shunaqa eski mahallamiz, unaqa. Shuning uchun endi bo'lib turadi. Endi ularni oldini olish uchun jamoatchilik bor, hamma ota-onalar bir anaqa qilib u bilan gaplashib, mana shunaqa qilamizda endi. Sal o'zimiz aytvaman, endi o'zimizniki-da u ham baribir. Lekin hech qachon mana 3 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, jinoyatchilik bo'yicha qizilga tushib anaqa qilgan joyi yo'q. Hozir endi mana xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha kameralar qo'yilyapti, mahallalarda yana boshqa profilaktika inspektorlari bilan doimiy hamkorlikda ishlanyapti-da. Profilaktika inspektori bilan gaplashdim. 30 ta kameraga hammasiga geolokatsiyalarni tashlab berdik. Endi bu hamma narsa planoviy ravishda ketayotgan ekan. Kriminal vaziyatda og'ir mahallalarga qo'yilgandan keyin yashil, sariqda turgan mahallalarga keyin qo'yiladigan anaqasi bor. Keyin o'sha mahallalarga qo'yilgan paytda kameralar bizning mahallalarga qo'yiladi. Bundan tashqari bizda endi har bir mahallalarimizda ayol, erkak ko'cha boshlarimiz bor, endi qariyalarimiz bor. Narsalarning oldini olish borasida ham masalan o'zimiz anaqa kelishgan hamkorlikda ishlagan holda kompleksning bir qanaqadir yondoshlar bilan ularni ham oldini olishga harakat qilyapmiz o'zimiz. Mahallada yer, mol-mulkdan tushgan soliq tushumlaridan o'zida mustaqil byudjet ham shakllanadi-da. Buni qanday tasarruf qilinadi? Bizda asosan kambag'al oilalarimizga tom qismini yopishga ishlatdik, masalan, asosiy qismini oldingi yil bo'layotganga. Keyin mahallaga kompyuter oldik. kerak. Bu ham zamon talabi. O'z bu yil planim bo'yicha kameralar qo'yish maqsadim deb dasturga kameralarni kiritgan edim. Kameralarni davlat tomonidan qo'yib berishini aniq qilgandan keyin mahallani dasturini o'zgartirishga to'g'ri kelib, hozir o'sha mablag'larni mahalla fuqarolar yig'inini ta'minlashga ishlatmoqchimiz hozir. Hurmatli teletomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Navbatdagi suhbatdoshlarimiz hokim yordamchisi hamda yoshlar yetakchisi bo'ladi. Hokim yordamchisi sifatida mahallada qachon faoliyat boshlagansiz? Hokim yordamchisi bo'lib faoliyat boshlaganimga 6 oy bo'ldi, bugun olib qarasa. 6 oylik faoliyatim davomida bugungacha biznesga birinchi qadam dasturi orqali 41 nafar fuqaroga, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali 6 nafar fuqaroga, shuningdek dehqon xo'jaliklarini rivojlantirish maqsadida 2 nafar fuqarolarga imtiyozli kreditlar taqdim etdik. Shuningdek, hozirgi kunga qadar 178 nafar ishsiz insonlarni o'zini-o'zi band qilish hamda doimiy ravishda ishga joylashtirishni ta'minladik. Shuningdek, hozirgi kunga qadar yana 13 nafar fuqaromiz, asosan ishsiz xotin-qizlarimiz kasb hunarga o'qish markazlariga yo'llanma berildi. Hozirgi o'tirib turgan bog'imiz 2013-yil tashkil qilingan. Bu bog'imiz ham bu yil imtiyozli ravishda kredit olib, faoliyatlarini kengaytirish maqsadida ish faoliyatlarini olib boryaptilar. Endi tadbirkorlikka qadam qo'ymoqchi bo'lganlar uchun ham imkoniyatlar, bisyor kreditlar, subsidiyalar o'sha sharoitiga qarab olish imkoniyati bor. Mana o'zingizni faoliyatingizdan, shu 6 oylik tajribangizdan kelib chiqib, mana shu
imkoniyatlardan aholi qay darajada samarali foydalana olyapti va ularga daromad olishda bu yo'nalish qanchalik ko'makchi bo'la olyapti? O'zi bizda ajratilayotgan kreditlarimiz asosan ishsiz fuqarolar uchun ajratilinadi. Aynan mana shu mahallada ishsiz o'tirgan xotin-qizlar, ishsiz yurgan fuqarolar o'zini tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun ajratiladi kreditlarimiz. Mana bugungi kunga ham mana kredit olib ishini boshlagan tikuvchilik bilan yo'nalish bo'yicha, dehqonchilik, bog'dorchilik yo'nalishi bo'yicha boshlagan tadbirkorlarimiz ham mana hozir kunga kelib o'z yo'nalishi bo'yicha faoliyatlarni boshlab olib, o'sha kreditni o'sha qutulib bo'lib, o'sha qaytadan yana kreditni ko'proq miqdorda faollashtirib, tadbirkorlik yo'nalishini yana kengaytirishni maqsad qilishmoqda-da. Mahallangizda mana shunaqa fuqarolar deymizmi, tadbirkorlar soni qancha? Hozirgi kunda yakka tartibli tadbirkorlarimiz 20 nafar. Bizda asosan xizmat ko'rsatuvchi shoxobchalar hisoblanadi. Bizda ishlab chiqaruvchi yo'q. Keyin 63 ta dehqon xo'jaligimiz va 5 ta fermer xo'jaligimiz mavjud. O'zi fuqarolarning umumiy soni qancha va ulardan bandligi ta'minlanmaganlar hozirgi kunda qancha qolgan? Hozirgi kunda fuqarolarimiz 3265 ta. Shulardan 2025-yanvar holatiga 280 nafar rasmiy bandligi ta'minlanmagan fuqarolar mavjud edi. Hozirgi kunga kelib bu ko'rsatkichimiz 56 nafarga qisqardi. 56 nafar hozirda ishsiz fuqarolarimiz bor. Bularning asosiy qismlari bola parvarishdagi ayollar hisoblanadi. Bola puli bola parvarishida bo'lib turgan ayollar hisoblanadi. Hozir jamiyatimizda ayollar tadbirkorlik qilishi uchun ham imkoniyatlar berilyapti. O'sha mahallalarda xabaringiz bor, siz ham o'zingiz bergan bo'lsangiz kerak, tikuvchilik mashinalari, parrandachilik bilan shug'ullanish uchun, chorvachilik bilan shug'ullanish uchun ham imkoniyatlar bor. Mahallangizda mana shu imkoniyatlardan foydalanganlar qancha? Hozirgi kunda o'sha 27 nafar tadbirkorlik subyektimiz mavjud bo'lsa, 27 nafar tadbirkorlik subyektini 13 nafarini ayol kishilar tashkil qiladi. Shuningdek, kichik biznes tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik subyektini tashkil qilmasdan turib, xonadonida tikuvchilik, yana qo'shimcha yo'nalishlar bo'yicha 35 nafar ayolimiz hozirda o'z faoliyatini olib bormoqdalar xonadonda. Mana qolgan ishsizlar soni ham bor baribir. Ularni bandligini ta'minlashda nima muammolar bor? O'zlarining layoqati yo'qmi, xohishi yo'qmi, yo ularga mos ish topilmayaptimi? Siz aytgandek, hozirgi kunda asosiy ishsizlarimizning qismini bola boquvchisidagi ayollar tashkil qiladi-da. Keyin asosan bizda ishsizimiz, rasman ishsiz bo'lib yurgan ishsizimiz 3 nafar hisoblanadi. Hozirgi kunda ularni ham bir nafarini kunlik ish bilan ta'minladik. Qolgan 2 nafariga ham o'zi qiziqqan yo'nalish bo'yicha ish taklif qildik. Ular ham hozir o'sha qiziqqan yo'nalish bo'yicha o'rganib, o'sha ma'lumotlarni bilan shug'ullanamiz. Hozir biz juda ham bir bahavo, so'lim maskanda turibmiz-da. Odamni bahri dili ochilyapti. Bu aynan Po'lat Qadam mahalla fuqarolar yig'inida tashkil topgan. Bu sizlarni bir yutug'ingiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Aynan bu yerda bemalol yaxshi biznesni tashkil etish mumkin hamda fuqarolarni ish bilan ta'minlash mumkin. Qolaversa, mahalla ahlini ma'naviy, ma'rifiy tomonlama hordiq chiqarib hamda o'zlarini bir yaxshi his qilishlariga zamin yaratish mumkin-da. Keling, mana shu maskan xususida bir to'liqroq ma'lumot bersangiz. Boya aytib o'tdingiz, 2013-yil tashkil etilgan ekan. Tadbirkorimiz hozirgi kunda faqat ichki bozorga baliq yetishtirib beryaptilar. Ham shuningdek, bu yerda oilaviy dam olish maskani barpo qilingan. Oilaviy va do'stlar bilan birgalikda kelib, shu yerda baliq tutib, bemalol dam olib, ko'nglingizcha xotirjam maroq olib kelsangiz bo'ladi. Xo'p. Yiliga deymizmi, mavsumida qancha o'zi baliq yetishtiriladi bu yerda? Bu yerda hozir 4 ta hovuzimiz tashkil qilingan bo'lsa, umumiy miqdorda 3000 dan oshiq baliq yetishtiriladi. Mavsumiga bu? Mavsumiga, 3000 dan 3000 baliq degani bu baribir tonnasiga yoki kilogrammiga hisoblanadi-da. Bitta balig'imiz, misol uchun o'rtacha 3 kilogramm, yo'qsa 2,5 kilogramdan 3 kilogrammgacha to'g'ri keladi. Va yana bir jihati bizni qiziqtiradi. Bu katta hudud baribir xizmat ko'rsatish sohasida tashkil etilgan. Mahallada mana bo'sh yurganlar shu yerga jalb qilinganmi? Ishlash uchun sharoit yaratilganmi? Necha nafar fuqaroni bandligi ta'minlangan aynan mana shu tadbirkorlik? Hozirgi kunda mana shu bog'imizda umumiy hisobda 13 nafar ishchi ishlaydi. 13 nafarini hammasi mahallamizdagi ishsiz yurgan fuqarolar ish bilan ta'minlangan shu yerda. Doimiy ravishda ish bilan ta'minlanib, uy ro'zg'or xarajatlarini shu yerdan qoplashmoqda. Xo'p, mana bu bog'dorchilik, umuman mana shu hudud qancha gektar yoki qancha maydonni qamrab olgan?
umumiy hisobda 12 gektar maydonni o'z hisobiga olgan. Buning ichida olmachilik, siz aytgandek, o'rdakchilik, baliqchilik, shuningdek bu yil hisobida yana bu yerga yashil makon hisobida yana 1000 tup mevali va ko'kalamzor daraxtni yetishtirdik. Yana bir qiziqtiradigan jihati bor. Mana shu tadbirkorlik faoliyati tashkil etilganiga ham ancha bo'lgan. 2013-yildan buyon faoliyat yuritayotgan bo'lsa, mahalla ushbu tadbirkorga qanday ko'mak bera oldi shu faoliyati davomida? Bu tadbirkorimizga oldingi yil hisobida 306-qaror asosida 100 million so'm kredit, imtiyozli kredit ajratib berildi. Nimaga sarflatildi? Kengaytirish uchunmi yoki qanaqadir mahsulotlar olish uchun? Rivojlantirish uchun, ekoturizmni rivojlantirish uchun hududlar, dam olish joylari, maskanlar qurildi. Bu yil hisobida 2025-yil fevral oyida imtiyozli kredit asosida yana qo'shimcha 20 million tadbirkorimizga ajratib berdik. Tadbirkorimiz bilan doimiy ravishda muloqot qilib turamiz. Tadbirkorimiz doim imtiyozli kredit olsalar, yo'lmasa kredit olsalar, kredit tarixlari doim yaxshi bo'lgan, olgan kreditni har doim vaqtida qoplaganlar. Olgan kreditlarni qoplashlari bilan men o'zim taklif bildiraman tadbirkorimizga qo'shimcha yana imtiyozli kreditlar olib berish bo'yicha. Tadbirkor omadli faoliyat yuritayotgani bizni quvontirdi, lekin mahallada yana boshqa fuqarolar ham ko'p, aytib o'tganingizdek tadbirkorlar ham ko'p. Yana qaysi yo'nalishlarda mahalla ko'magida omadli faoliyat tashkil etishdi tadbirkorlar? Bizda hozirgi kunda atirgulchilik yo'nalishi bo'yicha kooperatsiya tashkil qilindi. 2025-yilda tashkil qilindik. U yer ham ijara asosida kam ta'minlangan va yoshlarga ajratilgan yerlar edi. O'shalarni hozir biz jamlab bir yo'nalish qilib atirgulchilik yo'nalishini tashkil qilganmiz. Hozir u yerda ham fuqarolarimiz daromadini oshirgan. Mana misol uchun o'tgan yillari u yerga no'xat ekilgan bo'lsa, 50 sotix maydondan no'xatda daromad 20 million so'm olgan bo'lishi mumkin-da. Hozirgi kunda kelib atirgulchilik orqasidan o'sha 50 sotikdan 80 million so'mgacha daromad qilyapti. Sof daromad bu. Atirgulchilikning yaxshi tomoni ochiq maydonda ekilgan, bir marta ekiladi, birinchi yilning o'zida parvarish qilinadi. O'sha parvarish bo'yicha 15 yil davomida turadi. 15 yil davomida undan foyda olsangiz bo'ladi. Mahalla tomonidan qo'llab-quvvatlashlar bo'lyaptimi? Aynan qaysi yo'nalishlarda tadbirkorlarga ko'mak berib kelyapsizlar va u eng muhimi qanaqa natijalar beryapti? Asosan bizda hozir xizmat ko'rsatish yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlarimiz ko'pligi uchun xizmat ko'rsatish yo'nalishi bo'yicha kreditlarimiz ham, imtiyozli subsidiyalarimiz ham aynan o'sha yo'nalish bo'yicha ketmoqda-da. Aynan savdo do'konlari, xizmat ko'rsatish shoxobchalari bo'yicha ketmoqda. Lekin xonadonlarda, misol uchun hozirgi kunda 80% xonadonimizda sog'liq sigirlar mavjud bo'lgani uchun xonadonning o'zida kooperatsiya tashkil qilganmiz. Xonadonlardan kelib har kuni sut olib ketishadi. Keyin shuningdek, boya aytganimdek 35 nafar fuqaro xotin-qizlarni uyida doimiy daromad bilan band qilganmiz. Tikuvchilik yo'nalishi, o'sha yo'nalishlar bo'yicha ham kerakli yo'nalishlarni biz ularga taqdim etib, kerak bo'layotgan muammolarni hal etish bo'yicha ko'maklarni ham hozirgi kunda berib bormoqdamiz. Hozir mana tadbirkorlik yaxshi yo'lga qo'yilgan, xizmat ko'rsatish bo'yicha ham deb aytyapsiz. Ularning orasida yoshlar qancha foizni tashkil etadi? Hozirgi kunda tadbirkorchilik bo'yicha asosan yoshlarga ham ko'p e'tibor berilyapti. Abdullayev Boburjon hozirgi kunda ishlab chiqarish sohasida avtoulovlar uchun to'shamalar ishlab chiqaryapti. Undan tashqari choyshab mahsulotlarini ishlab chiqarib olib borilyapti. U hozirda sekin-sekin kattalashtirib, o'z yoniga sheriklarini, ishsiz yurgan og'aynilarini chaqirib, tadbirkorligini kengaytirib oldi. Bundan tashqari mahallamizda 15 yoshimizga yer berilgan, ular o'sha atirgul bilan shug'ullanishyapti. 18 ta yoshimiz dehqonchilikning boshqa faoliyatlari bilan shug'ullanishadi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari, poliz ekinlari ekib, o'sha o'zi yetishtirgan mahsulotligini mana shu mahallamiz aholisi uchun ichki bozori o'ziga chiqarishadi. Avtomobillar uchun to'shamalar ishlab chiqaruvchi yigitga qancha miqdorda kredit ajratilgan yoki yoshlar yetakchisi unga to'g'ridan to'g'ri qanday yordam yoki ko'mak bera olgan? 100 million kredit olib, o'sha ishini yanada takomillashtirib, hozirda ish o'rinlari ko'paytiryapti. Ishlab chiqarishini yanada kengaytiryapti. O'zi va o'zidan tashqari yana 5 nafar ishsiz yurgan yoshi, og'aynilari, tanishlarini 5 nafar ishsiz yurgan yosh bandligini ta'minlab, hozirgi kunda ish faoliyatini olib bormoqda. O'zi mahallada yoshlar soni qancha? Ularda ayollar bor, xotin-qizlar bor, yigitlar bor. Ular nimalar bilan shug'ullanishadi asosan? 58%, 60% ga yaqini yoshlar tashkil qiladi. Undan 14-30 yosh toifasidagilar 787 nafarni tashkil qiladi. Hozirgi kunda talabalarimiz
153 nafarni tashkil qilyapti. Rasmiy daromadga ega yoshlarimiz mahallada 70% ni tashkil etadi. Qolgan 20% xususiy sektorda ish olib boradi. Qolganlari bola parvarishligi, vaqtincha ish faoliyatini olib borish istagi yo'q yoshlar tashkil qiladi. Ishsiz yoshlarimiz yil hisobiga 15 nafarni tashkil etardi. Hozirgi kunga kelib ular 2 nafarni tashkil etyapti. U 2 nafarga ham o'zimiz hokim yordamchisi bilan yo'llanma berdik. Ishga joylashtirish va kasb-hunaga o'qish bo'yicha yo'llanmalar berildi. Hozirgi kunda ham ular o'zligini band qilib, o'sha kerakli o'zligi yo'nalishligi bo'yicha ish faoliyatini olib bormoqda. Mahallamizda qizlarga ham alohida e'tibor berilgan tadbirkorchilik bo'yicha. Bunga misol keltirsak, sartaroshxona ochilgan mahallamizda. Sartaroshxonada hozirgi kunda 6 nafar ishsiz yoshlar o'zini o'zi band qilib, sartaroshlik yo'nalishida ish faoliyatini olib borishmoqda. Mahallamizda sartaroshlik, o'sha ayollarga xizmat ko'rsatish yo'nalishida ko'p sohalar bo'yicha faoliyat olib borib, o'zligini daromadligini qilishyapti. Biz hozir Po'latqadam mahalla fuqarolar yig'inining yangi turmush ko'chasidamiz. Ko'rib turganingiz Ozoda opaning mo'jazgina ish joyi. Bir necha yildan buyon ular mahalladoshlariga buyurtma asosida turli xildagi kiyimlarni tikib berar ekanlar. Ozoda opa o'zi tikuvchilikni o'rganganingizga qancha bo'ldi? Tikuvchilikni o'zi qizlik paytimda o'rganganman. 20 yildan oshdi tikuvchilikga o'qiganimga, o'rganganimga. Undan keyin tikuvchi bo'lib ishladingizmi yo yaqinda boshladingizmi faoliyatingizni? Ishladik, ozgina uyda tikib anaqa buyurdim. Keyin mana shu o'zimizni mahallamizda ham tekstil ochildi-da, o'sha yerda ham tikib anaqa yurdik. Keyin meni mashinalarim o'sha eski mashinalar bo'lgani uchun keyin mana shu hokim yordamchisi yordami bilan mana shu mashinalarni oldik mahalla ko'magida. O'sha paytda men ayollar daftarida turgan edim. Keyin ular menga o'sha 9 million kredit, imtiyozli kredit taklif qilishdi. O'sha endi sizni o'zingizni xohishingiz qancha olsangiz ham 10 milliongacha olsangiz bo'ladi deyishdi. Keyin mashinalarni surishtirdim, tikuv mashinkalarini, qarasam 9 million yetar ekan. Shundan 9 million oldim. O'shani mana hozir 3-yil dekabrda xudo xolasa bularning pulidan qutulaman. Ikkita mashina oldingiz-a, demak? Ikkita mashina, bitta Averlok va oddiy tikish mashinasi. To'g'richoq mashinkasini oldim. Ularning o'zligi o'sha firma orqali o'sha hokim yordamchisi olib kelib, o'rnatib berib ketishdi. Kreditda baribir qaytarish kerak. Qaytarish jarayonida qiyinchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, qiynalmadim. O'sha mana shu o'zim tikuvchilik bilan bemalol shuni foydasini o'zi inson borki, ayollar qayerda borki, baribir buyurtma bo'ladi. Buyurtma bo'ladi. Solishtirib qarasangiz, mana oldin tekstil korxonasida ham ishlagan ekansiz. U yerda ishlagan qulaymidi sizga yoki o'zingiz yakka mana shunaqa uyda, mo'jazgina ishxonangizda ishlaganingiz ma'qul? Endi menga uyda ishlagan ma'qul. Qaysi taraflama? Moddiy o'sha foyda taraflamami yoki o'zingizni foyda ham, keyin masalan bitta ko'ylakni tikib, masalan boshqa payt uyda boshqa ish qilishingiz mumkin. Ham ro'zg'orga ham ro'zg'orga, ham anaqaga. Bu sizni asosiy daromad manbaingizmi yo boshqa joyda ham ishlaysizmi? Yo'q, hozir hech qayerda ishlamayman. Mana shu tikuvchilik bilan. O'zi mutaxassisligingiz, adashmasam, meditsina yo'nalishi bo'yicha. O'zi meditsina sohasini bitirganman. Ozgina ishladim. Keyin shu bolalarning tarbiyasi bilan uyda o'tirib, keyin qarasak, baribir tirikchilik qilmasa bo'lmaydi, ozgina. Keyin shu mashinkalarni olib yana tikuvchiligimni davom ettirdim. Bu kiyimlar buyurtma asosida tikilganmi yoki siz tayyor qilib qo'yganingizmi? Buyurtma asosida tikilgan. Mana bitta mana shunaqa kiyimlarni necha pulga tikasiz odatda? Kiyimlarni fasoniga qarab, qo'yiladigan narxi qancha bo'ladi boshlang'ichidan to o'sha eng yuqorisigacha? 150, 200, undan ham oshishi mumkin. Mana hozir lekin bu yerda tayyor matolarni ham ko'ryapmiz. Bu matolar hozir kelgan buyurtmachiga taklif qilib ham tikib berishingiz mumkinmi yoki tayyor qilib qo'yishingiz? Materiallarni ko'rishadi, o'zligi yoqtirib, keyin o'sha fasonini aytishadi, dvoykami, ko'ylak lozimmi, ko'ylakmi, o'sha fasonni aytishadi. O'shanga qarab buyurtma asosida. Demak, buyurtmachilarga qulayligi bu yerga kelishsa sizda mato bor, shunchaki o'sha qanaqa ko'rinishda, qanaqa uslubda bo'lishini aytishsa, qolganini siz chiroyli qilib berasiz. Bu ham bir qulaylik desa bo'ladi. Hozir endi baribir hamma ishini kengaytirishni istaydi.
Sizni ham qanaqadir rejalaringiz bormi tikuvchilikni rivojlantirish bo'yicha? O'zi shogirdlar olganmisiz? Bor, xudo xohlasa mana shu mashinkalardan qutulsam ozgina 3-4 oy qoldi. Keyin yana olish niyatim bor mashinka. Endi hozir o'zimni kelinim ozgina tikuvchilikka qiziqyapti. Shunga o'rgatyapman hozir endi. Oilaviy Kelinimga. tadbirkorlik qilasizlar demak. Niyat bor. Kelajakda niyat bor. Buni agar kasb sifatida inson qizda o'zlashtirsa, oyiga o'zingizni misolingizda qancha daromad qilishlari mumkin? Masalan, mana endi misol o'rtacha qilib aytganda bir oyda masalan 20 ta ko'ylak tikadigan bo'lsam, endi arzon variantda tikadigan bo'lsam ham 50 mingdan tikkanda ham bir oyda 1 million foyda qilish mumkin-da. Bu qo'shimcha daromad sifatida, Ha, to'g'rimi? qo'shimcha daromad hisobida. Bitta Endi ko'ylak undan tikishga ham- qancha vaqtingiz ketadi o'zi? Abitgacha bitta ko'ylak lozim tiksam, abitdan keyin yana bitta tikaman. Bir kunda ikkita ko'ylak- 3ta bemalol chiqaraman bir Ah. kunda. O'zim bichib, tikib, 2-3 tani chiqaraman. Bir kunda uyda o'tirib, orada dam olasiz, boshqa ro'zg'or ishlaringizni ham qilasiz. Bir kunda o'rtacha hisobda 250-300 ming pul topsa bo'ladi. Agar aytmoqchisiz, mahallada oddiygina o'sha arzon narxda tikkanda ham buyurtma asosida haqiqatdan vaqtini ketkazib ishlasa, kuniga 300 ming so'mdan pul topsa bo'ladi va bu bir oyda yaxshigina mablag' bo'ladi. Orada uy ro'zg'or ishlarini ham qilaman. O'zi tikuvchilik bilan siz qo'shimcha daromad uchun shug'ullanib kelaman deb aytyapsiz. Bu qo'shimcha daromaddan ham oilaga baraka kiryaptimi? Haqiqatdan ko'nglingizdagidek o'sha qilish xohlagan ishlaringizni qila olyapsizmi? Bo'lyapti. Mana shu xo'jayinimlar o'sha kurka boqib, shularni ko'paytirib, shularni endi hozir mana ularga joyini kengaytirdik. Hovuzimiz bor, baliqlar bor, erta baliqlarga qaraymiz. Shularni endi yem, hashaydigan narsalar shularga yordamimiz tegib turadi har holda. Parrandachilikni rivojlantirish uchun ham mana shu tikuvchilikdan kelgan foyda naf beryapti demoqchisiz. Juda ham yaxshi. Baraka bersin deymiz. Bundan ham kengaysin faoliyatingiz. Rahmat. Ana endi suhbatimizni ijtimoiy xodim bilan davom ettiramiz. Nigoraxon, faoliyatingizni boshlaganingizga qancha bo'ldi? 1 yil bo'ldi. Hozirgi vaqtda mahallada ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lganlar soni qancha? Nogironligi bo'lganlar 75 ta, kam ta'minlangan oilalar 20 ta, kambag'allik reyestriga kiritilganlar 23 ta hisoblanadi bizada. Umumiy 100 tadan oshiq 150 ga yaqin. Xuddi shunaqa. Ularni mana toifalar aniq, sonlar aniq. Shu paytga qadar nima ishlar qilindi? Chunki xatlov allaqachon yakuniga yetgan, hamma ish jarayonida. Hozirgi paytda ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan bitta fuqaromizga hokimiyat tomonidan, ijtimoiy himoya tomonidan, mahalla yettiligi tomonidan uy qurib berildi. Sababi ularda yer bor edi. O'zlarida sharoit bo'lmaganligi uchun kelishgan holatda ularga yangidan qaytadan uy qurib berilgan. Kambag'allik reyestriga kiritilgan bitta fuqaromizda boquvchini yo'qotgan 3 ta farzandlar bor, voyaga yetmagan. Ularga hozirgi paytda uylari moddiy tomondan qiynalganlari uchun homiylar, mahalla o'sha ijtimoiy himoya hokimiyat tomonidan uylari qaytadan rekonstruksiya qilib berilyapti. Nogironligi bo'lgan fuqarolarga muhtojlariga qarab, nogironlik toifalariga qarab, aravacha, dori-darmon, kiyim-kechak, hassa, o'sha nimaga ehtiyojlari bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga yordam berilyapti. Hozir mahallada umumiy soni qancha fuqarolarning? 3263 ta. Mana shu fuqarolarni barchasi bilan tanishmisiz? Ijtimoiy ahvoli bilan o'zi yaqindan. Albatta. Xatlov asosida o'sha ularni o'rganib o'tgan yilgidan qanaqa o'zgarishlar bo'ldi mana shu sizni yo'nalishingizda? O'tgan yiligidan hozirgi paytda meni yo'nalishimda o'zimga kerakli o'zimning toifalarimni ajratib olganman. O'sha toifalarim bo'yicha men ishlayman. Agarda o'sha yana qaytadan bizda har 3 oyda o'zimizga tegishli mahalla yettiligi bilan xatlovlar qilamiz. Qo'shimcha tarzda yana fuqarolar chiqadi. Ularga qo'limdan kelgancha yordamlar berib, yaxshilab tushuntirib, hozirgi yangi chiqayotgan qarorlar, o'zlarining huquqlarini to'liq tushuntirib boramiz. Baribir mana fuqarolarning orasida muammo uchraydi, sizga ham murojaat qilishadi. Mahalladoshlaringizni, umuman sizga biriktirilgan mahalladagi fuqarolardan kelib tushayotgan muammolarni aksariyati nimalardan iborat hozirgi vaqtda? Hozirgi paytda moddiy tomondan ko'pchiliginiki nogironlikni belgilash muammosi bo'lyapti. Bir xillarni
kasalligi to'g'ri kelmaydi, bo'lmasa bog'chaga joylashtirish muammolari bo'ladi. Lekin bizning o'zimizni bolalar bilan ishlaydigan sho'ba rahbarimiz bor. Ularga tushuntiraman, mana shunaqa narsa bo'lyapti deb. Kambag'al reyestrga kiritilganlar bo'lsa, men ularga jinoyat bilan chiqib, o'zimizda joylashgan 23-bog'chaga hozirgi paytda joylashtirish ishlari boshlamoqda. Hozir mana bir nechta yo'nalishlardagi muammolarni aytib o'tdingiz. Ularni barchasi bo'yicha o'sha bog'chaga joylashtirish bo'ladimi? Salomatligini o'sha tiklash, moddiy bir martalik moddiy yordam bo'ladimi? Barcha yo'nalishda yordam ko'rsatishda muammo yo'q faoliyatingizda. Lekin ba'zida afsusga uchrab qoladi, shu boqimandalik kayfiyatiga uchragan fuqarolarda bir martalik moddiy yordam olgandan keyin yana davomli ravishda pul so'rashadi. Shunaqa holatlar ham bo'ladimi? Bu paytda qanaqa yo'l tutasizlar? Bizda hozir toifalar belgilab berilgan, uni nizomlari chiqqan. Boquvchini yo'qotgan, boquvchisi birinchi guruh, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqarolarga biz yordam beramiz. Keyin agarda yana kelib bizdan yordam so'raydigan bo'lsa, qo'llariga qaror beramiz. Lekin qo'liga qaror berish bu muammoni yechimi bo'lmaydi-da. Chunki siz ijtimoiy xodim sifatida o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan o'zingiz o'sha toifalar bo'yicha fuqarolar kelyapti, aytyapti. Uni na ishi bor, na o'sha moddiy qayerdandir oladigan manfaati bor. Hokim yordamchisi bilan maslahatlashib, ularni qanaqadir bandligini ta'minlashga ko'mak berish bo'yicha ham maslahatlashib, hamkorlikda ishlaysizlar? Albatta. Hokim yordamchisi o'zim mahalliy yetkaziligi bilan o'sha fuqaroni uyiga boramiz, o'rganamiz. Ular hozirgi paytda nima ish qilyaptilar, uylarida tomorqalari bormi, yo'qmi, kasblari qanaqa, diplomlari bormi? Agar diplomlari bo'lmasa, biz hokim yordamchisi bilan kelishgan holatda fuqaroga tushuntiramiz. Bizda mana shunaqa o'qishlarimiz bor, 3 oylik kurs, 6 oylik kurslarimiz bor. Bemalol borishingiz mumkin deb aytamiz. Shunaqa borsangiz, o'sha stipendiya qilib beramiz sizga. Sertifikat olib kelsangiz, o'sha sertifikatingiz yo'nalishingiz bo'yicha biz sizni ishga joylashtiramiz. Yo bo'lmasa subsidiya asosida tikuv mashinasimi yo mikroto'lqinli pechmi uyingizda bemalol tadbirkorlik ishingizni ochish uchun yordam beramiz deb fuqaroga o'zimiz qo'limizdan kelgancha tushuntirish ishlari olib boramiz. Muhimi, mana shu tushuntirishlar, ko'rsatilayotgan yordamlar o'zini manfaatini, foydasini beryaptimi ularga? Albatta. Hozirgi paytda qanaqa ish jarayoni ketyapti sizda? Hozirgi paytda men kambag'al reyestrda turadigan oilalarning farzandlarini bog'chaga joylashtirish, ishga joylashtirish, kasbga yo'naltirish, hokim yordamchisining kelishgan holda sudda ochish, o'sha ichida nogironligi bo'lgan fuqarolarning uy-joylarini rekonstruksiya qilish uchun Sog'ota ko'midan pul ajratish. Mahalla yetkaziligi bilan kelishgan holatda ular ham homiylar topgan holatda uylarini qaytadan rekonstruksiya qilib, kambag'allikdan chiqarib, bizning psixologimiz bor, boqimandlikdan chiqarish uchun kognitiv maslahatlar berib o'tadilar fuqarolarga, chaqiramiz har hafta ularni. O'zimga tegishli xizmatlarim bor, xizmatlarimga o'sha narsalarni qo'yib ketaman. Ana endi mahalladagi opa-singillarimiz haqida ham bizga zarur bo'lgan ma'lumotlarni berib ketsangiz, o'zi necha nafar opa-singillarimiz mana shu mahallada? 1658 ta. Ularni orasidan bandligi ta'minlanganlar qancha, bandligi ta'minlanmayotganlar, ayollar daftarida turganlar qancha? Ayollar daftarida turadiganlar 91 ta, 45 tasi ishsiz, qolganlari boquvchisini yo'qotgan, nogironligi bo'lgan fuqarolar. O'shalardan 42 tasi o'zi ishga joylashtirilgan. O'zini o'zi band qilganlarimiz bor, bittamizda tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha kredit olib, o'zlarining tadbirkorliklarini ochganlar. Hurmatli teletomoshabinlar, borini aytamiz tele loyihasi orqali Qibray tumanining Po'latqadam mahalla fuqarolar yig'inida tashkil etilgan tadbirkorlik subyekti, qolaversa mahallaning ijtimoiy holati, infratuzilmaviy holatini sizga namoyon qilishga, suhbatlar orqali yetkazishga harakat qildik. Viloyatimiz hududida hali bunaqa so'lim, tanishishga arziydigan mahallalar juda ko'p. Shunday ekan, yangi manzillarda ko'rishguncha omon bo'ling. Nurafshon TV telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bizdan uzoqlashmang, salomat bo'ling.